Odob. Muhabbat Hamidova. Madina endi 3-sinfda o'qiydi, lekin juda mahmadona. Hamma narsaga aralashaveradi. Mahalladagi ayollar Karima opoqi nevarasini qovurib olgan deb kulishadi. Bir kuni Hakima xola ko'chasini supurayotgan edi. Madina darvozadan chiqib bir zum unga qarab turdi-da, asta yoniga borib salom berdi. Keyin, "Opoqi, nega o'zingiz supuryapsiz? Kelinoyimga aytsangiz bo'lmaydimi? Axir kampirlar ish qilsa, uyat bo'ladi-ku", dedi dabdurustdan. Hakima xola qaddini ko'tarib supurgini yerga tashladi-da, "Obbo qaqajon-ey, hali men senga kampir bo'lib qoldimmi?" dedi. "Meni xafa qilding-ku. Mavjuda kelinoying sigir sog'yapti. Halima opang nonushta tayyorlayapti. O'zing nega maktabga bormading yoki ko'chani qolganini supurib berasanmi? Supurgingizning kattaligini qarang. Men uni ko'tarolmayman. Hali nonushta qilmaganman. Buvijonim qidirib qoladilar", dedi Madina. "Darsga borasanmi?" "Bormayman. O'qituvchimiz kasalmi? Kecha maktabga kelmadi". Madina shunday deb uyiga yo'l olarkan, qo'shib qo'ydi, "Mayli, men ketdim. Halima opamga salom deb qo'ying". Tavba, buncha mahmadona bu qizcha. Xuddi katta odamni kichkina qilib qo'yganga o'xshaydi. Gapi o'zini bosib qolay deydi-yu, qo'lingizdan supurgini olmaydi, dedi boyadan beri eshigi oldida ularni kuzatib turgan Matuba kelinoyi Hakima opoqi bilan ko'risharkan. "Ha, shunga men ham ajablanib turgandim", dedi Hakima opoqi. "Nega orqamdan yomonlayapsizlar? Birovni g'iybat qilish gunoh", taqqa to'xtadi Madina. "O'zingizning qizingiz Mavjuda nega ko'chaga suv sepmay chelakni sizga berib qo'yibdi? G'irt dangasa u, darsda ham uxlab o'tiradi". "Voy, voy, og'zingga qarab gapir. Qachondan buyon savob bilan gunohni ajrata qolding, qaqajon?" Bo'sh kelmadi Matluba kelinoyi. "Buvijonim o'rgatganlar. Kichkinaligimdan bilaman". "Ha, durust. Lekin buving yoshingga yarashmagan gaplarni gapirma, deb o'rgatmabdilar-da. Buvijoningni ko'rsam aytib qo'yaman".